Bemorimizda sidinayni yuqori qismiga tiqilgan tosh, ko'rib turibsizlar, juda qattiq tosh. Pastdan kirib kesmasdan lazerda maydalayapmiz. Oz-ozdan korzinkaga ilib oldik. Maqsad tosh tepaga qochib ketmasin, bu yerga ketib qolmasin deb turib. Lekin ko'rib turganlarda tosh juda qattiq. Hatto lazerda oz-ozdan maydalayapmiz. Bir bo'lakchani olib chiqishga harakat qilamiz. Sababi toshni tarkibini aniqlashimiz uchun kichkina bo'lakcha olib chiqishimiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun toshni oxirigacha qum qilib yubormaymiz. Oz-ozdan maydalab ko'rib turibsizlar, bitta kichkina bo'lakchani olib chiqamiz. Lazer shu darajada o'tkirki, agar salgina noto'g'ri olsak, ushlab turgan simlarni ham uzib yuboradi. Korzinka deyiladi bu simlar. O'shani uzib yubormaslik uchun ehtiyotkorlik bilan faqat toshni o'zini lazer qilyapmiz. Mana ko'rib turibsizlar. Ya'ni mana tosh ancha bo'shab qoldi. Maydalaganimiz uchun tiqilgan joy ancha ochildi. Svobodni, erkin, bemalol sidinayni olib chiqib beryapmiz. Mana ko'rib turibsizlar. O'sha bir qismini maqsad olib chiqish. Toshni bir qismini olib chiqsak, tekshiramiz va yana bemorda tosh paydo bo'lmasligi uchun shuni asosida bemor parhez tutadi. Mana toshimiz ancha yonlarini ochib tashlashgan, mana siydik yo'lda bemalol chiqib keldi. Xudo xolasa bu yerga olib tashlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.